Bir jangda Ali roziyallohu anhu bir kofirni yerga qulatdi. Unga so'nggi zarbani berayotganida kofir kishi to'satdan yuziga tupurdi va Ali roziyallohu anhu ortga chekindi. O'ldirishdan bosh tortdi. Atrofdagilar hayratda qolib so'radi: "Nega to'xtatdingiz?" Ali roziyallohu anhu javob berdi: "Alloh yo'lida o'ldirmoqchi edim, lekin yuzimga tupurganida g'azabim qo'zg'aldi. O'sha paytda o'ldirganimda nafsim aralashgan bo'lardi. Keyin bu Alloh uchun bo'lmasdi. Ixlosim, samimiyatimga putur yetardi. Shu sababli to'xtadim." Kofir dedi: "Tezroq o'ldirishing uchun tupurgandim. Ammo diningiz shu darajadagi ixlosni o'rgatsa, demak u haqdir. E'tibor bering, u Qur'onni bilmasdi. Payg'ambar alayhissalom ta'limotlarini bilmasdi. Ammo Ali roziyallohu anhuning amali, xulqi uni islomga yetakladi. Ba'zan siz ham yaqinlaringizning namoz o'qishini, gunohlarni tark etib Allohga yaqinlashishini istaysiz. Ha, so'z bilan eslatishingiz mumkin, lekin ba'zan hayotingizning o'zi eng yaxshi chaqiriqdir.